Map'da birinchi tushuntirib beraman. Misol uchun bizada ma'lumot bor. Ya'ni array ichida obyektlar ko'rinishida foydalanuvchining ma'lumotlari bor. Misol uchun bularda ism arraylar tursa, bularga misol uchun age 18 dan baland bo'lsa, bu yoqqa hop misol uchun is adult degan, ya'ni voyaga yetgan, o'sha совершеннолетний degan xossa ta'rif qo'shishimiz kerak, ma'lumot qo'shishimiz kerak. Misol uchun mana bu ma'lumotda 10 tasiga men tekshirib 22 ekan, bu true bo'lar ekan, bu 30 ekan, bu true bo'lar ekan. Hop. Ana hammasi true ekan. Shilib 20 dan katta bo'lsa qilaylik, 20 dan katta bo'lsa men false bo'lar ekan, men true bo'lar ekan, men true bo'lar ekan, men false bo'lar ekan deb yozib chiqib vaqt ketkiza olmayman. O'shaning uchun bizda metodlar bor, shulardan foydalanib ishimizni osonlashtiramiz. Misol uchun bitta adult degan o'zgartirish ochamiz. Adult users bo'ladi. Tengimizni users'ni map qilinganiga, ya'ni bu yerda o'sha map sintaksisiga ketyapti. Bizga 18 20 dan kattalar, o'sha voyaga yetgan foydalanuvchilarga ajratib, ya'ni bu yoqqa bitta property qo'shib, ya'ni ma'lumot qo'shib bizga qaytarib beradi. Bu yoqqa qo'yamiz, xohlagan narsalarni qo'ysak bo'ladi. Arrow function ochamiz, amal yozadigan jinga deb ochamiz. Return deymiz, qaytarib bermagan deymiz. Bu yerda ham ochamiz, quvsi. Hop, ni clonlab olamiz, ya'ni mana bu userni to'liq hammasini olib olamiz. Bitta property anaqa qo'shamiz, key qo'shamiz. Mana ma'lumotga, misol uchun hozir bu yerda 6 ta ma'lumot bo'lsa, 7 ta ekan. 3 7 ta ma'lumot bo'lsa, uni 8 ta qilib qaytarib beradi. Shunda bizga is adult degan ma'lumot turini qo'shib beradi. Adult deb qo'shamiz. Ikkita tochka. Bundan saralab olganda, agar 20 dan oshgan bo'lsa, is adult true bo'lsa, 20 dan oshmagan bo'lsa, is adult false bo'lsa deb chiqaramiz. Ya'ni age ni tekshiramiz. Ani age katta bo'lsa 20 dan bunga true qo'ygan. Kichkina bo'lsa false qo'ygan degan qiymatni qo'shdi. Endi uni konsolga ko'rsak, hop, adult users'larni olib bu yoqqa qo'ysak, va live qilsak, hamzada is adult degan xossa qo'shib berdi. Endi buni eski holatini chiqarib ko'rsak, bu arraydan clone olib yoqqa va bitta property, ya'ni ma'lumot qo'shib berdi. Bu eski ma'lumot. Bu yerda mana 7 ta ma'lumotimiz bor foydalanuvchilar haqida. Bunisida bo'lsa 8 ta ma'lumot bor, ya'ni age bor, is adult degan narsa qo'shilgan. Mana bu yerda yo'q shu narsa. Shunda map bizga bor arraydan ma'lumotlarni o'zgartirib, xuddi o'sha array uzunligida boshqa yangi arrayga saqlab beradi. Ya'ni misol uchun mana arrayga, mana is adult degan arrayga mana shu propertyni, ya'ni ma'lumotni qo'shib saqlab beradi. Shunda mana ko'rganinglar, yana buni qaytaraman. 7 ta ma'lumoti bor. Biz buni ruchnoy qo'shib chiqmaymiz, o'zimiz hisoblab, misol uchun 18 dan kichkina bo'lsa, bu voyaga yetmagan ekan false qilib, bizda chunki 1000 tadan oshiq ma'lumot bo'lishi mumkin, 10 ming tadan oshiq ma'lumot bo'lishi mumkin. Bunisiga mana qo'shib berdi, mana map bilan qo'shib berdi. Buni o'zgartirsa ham bo'ladi. Misol uchun bu yoqqa oylik qo'shishimiz mumkin. Misol uchun anaqalarni ko'proq qo'shsak bo'ladi. Bor ekan o'zi. Buni misol uchun 2 barobarga oshirib qo'ysak bo'ladi yoki buni $1700 deb hisoblaydigan bo'lsak, buni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerga yana bitta narsa qo'shamiz. Salary'ni hop, so'm deb qo'ya qolaylik endi. So'm deymiz. Eni salary'sini ko'paytirib bergan 12 mingga. Oxiriga qo'shib qo'ygan so'mni. O'shanda bizga mana oyligini so'mdan hisoblab beradi. Mana. Misol uchun mana bu yerda $1200 topadi deb hisoblasak, buni so'mdagi qiymati. Mapdan shunaqa maqsadlarda foydalansak bo'ladi, keyin ma'lumotlarni UI ga chiqarish uchun foydalansak bo'ladi. Misol uchun bitta kart yasasak, foydalanuvchilarning mana shunaqa ma'lumotlari bor deb anaqadan so'rab olamiz GPTdan. Hop, bizda shu ma'lumotlar bor. Shunga mos qilib bitta kart yasab beramiz. Buni o'zingizlar ruchnoy yasanglar, yoki esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Siz hozir GPT ga yopishib olsanglar, undan matlar esingizdan chiqib ketadi. Buni map qilamiz. Endi adult user .map bu render qilish uchun ham ishlatiladi. Misol uchun dona xohlagan harflarni qo'ysangiz bo'ladi. Div sozovat qilamiz. Divga kart degan stil beramiz. Kart in set attribute yoki class list ham bo'ladi. Class list ham yana bitta video qilib tushuntirib beraman. .add deymiz, bu faqat klass qo'shishga ishlaydi. Hop, kart degan klass qo'shamiz. Kartga inner html qilib bu yerda tayinlab qo'yganman. Buni olamiz. Qo'yaveramiz. Kartga kelamiz bizga. Va ichidagi ma'lumotlarni o'rgatib chiqamiz. Ya'ni buni $znok ichida ichidagi name, ichidagi ID chiqilmasini qo'shib chiqiladi. Endi mana bitta muammoli joy bor. Ya'ni ternary operator degan narsa o'tgan edi bizda esingizda bo'lsa, if else ichida. Ya'ni bu yerda shart qo'yishimiz kerak. Is adult dot, ya'ni voyaga yetgan mana bu yerda bizlar voyaga yetgan yetmagani ham true false deb kelyapti. Ya'ni bu shuni to'g'rilab qo'ygan edik. Endi buni mana bu yerga yozamiz. Hop. Agar ichidagi is adult true bo'lsa, yana nima deymiz? Yes bo'lsa, false bo'lsa, no bo'lsa. O'shanda bizlar o'z avtomatik shartlar beradi. Ya'ni if else bilan bir xil narsa. Endi pastiga ham xuddi shuni olamiz. Buni yoqqa qo'yamiz. Buni is married ga o'zgartirib qo'yamiz. Endi bularning hammasini
body'ga jo'natib olamiz, ya'ni dokument body append child card. O'shanda bizda mana ma'lumotlar chiqyapti. Ya'ni shunda ma'lumotni ichiligini o'zgartirishga va bitta arrayga o'zgartirilgan ma'lumotlarni yig'ib olishga va undan tashqari render qilishga map ishlatilar ekan.